Sizam gul sovg'a qiling desam, gul o'rniga qulpunoy olib kelgan erim bilan boshida rosa urishdim. Nimamush men foyda ziyonni farqiga bormas ekanman. Gul so'lib qolarmish, qulpunoyni yesa bo'larmish. Baribir sizni qo'lingizdan gul olmaguncha qo'ymayman deb o'zim gul yasashga tushdim. Oq shokoladni olib, ichiga ozroq yog' quyib eritib oldim. O'zim yoqtirgan ranglardan ozroqdan qo'shib, qachon men ishlatasiz deb turgan qoliplarni oldimda ichini shokolad bilan to'ldirib, oddiy bo'lib qolmasligi uchun qulpunoylardan ham kesib solib, shokoladlari qotib olguncha morosilkaga jo'natib yordim. Bir pasda qotib chiqar ekan, asta sekinlik bilan qolipdan yechib oldim. Natijasi o'zimni ham qoyil qoldirdi. Vau, buni qaranglar. Ana endi shu joyida kim foyda ziyonni farqiga bormasligini isbotlab ketamiz. Men shunaqangi gullardan 7 dona yasab oldim va cho'plarga xuddi ko'rinishda o'tkazdirib chiqib, cho'pni past tomonini skoch yordamida mahkam qilib boylab oldim. Gul o'rashga unchalik ham usta emasman, lekin qo'limdan kelgancha harakat qildim. Oxirida esa natija shunaqangi shiringina, ixcham, o'zim uchun atalgan buketim ham tayyor bo'ldi. Qolgan qulpunoylarni ham mana shunday ko'rinishga keltirib sotib yubordim. Ham pulli bo'ldim, ham gulli bo'ldim. Ana endi bugungi qulpunoyli gullar uchun baho berib ketaverasizlar. Yo'qsa kommentariyaga berish, yoqmasa 2, xafa bo'lish yo'q.